produktimiz bor. Ayol tadbirkor degan. Bu ayol tadbirkor bank boshqaruvining 2025-yil 13-fevraldagi 18-sonli qarorga asosan ishlab chiqarilgan. Bularda hozirgi kunda yangi o'zgarishlar kiritilgan, ya'ni 100 milliongacha garovsiz, bu garovsiz qismiga yangi ochilgan YTTlar ham kiradi. Buni asosiy talablari birinchi navbatda elektronik kuruch orqali platformaga kirgizilib, so'rovnoma jo'natiladi. Unda 10 kunlik qisqa faoliyatingizga bog'liq o'quv seminar olib boriladi va oxirida sertifikat beriladi. Testdan ijobiy skoring tahlilidan ijobiy o'tgan fuqarolarga ajratiladi. 100 milliondan tepa qismi garov bilan ajratiladi. Ularda fermer bo'ladigan bo'lsa, kamida 6 oy оборот qilgan bo'lishi kerak. Ikkita ishchi o'rni yaratiladigan bo'lsa, 1000 barobargacha, ya'ni 375 milliongacha. Agar 5 ishchi o'rni yaratadigan bo'lsa, eng kam ish haqining 4000 barobargacha 1,5 milliardgacha ajratiladi. Ajratilishini 70% garov bilan Tadbirkorlik rivojlantirish kompaniyasining depozit garovi bilan ajratiladi. Qolgan 30% ga o'zlarining nomulkiy yoki avtomobil, turar joylarni garov sifatida 125% qabul qilinadi. Ya'ni 100 million so'm oladigan bo'lsangiz agar 70% garovsiz bo'ladi, 30% ga garov qo'yasizlar. 125% hisobga oladi. Bo'ladi.